Kecha ukam operatsiya qildirgandik. 1 millioncha yetmay qolgandi. Hozir shuni shifokorga to'g'ri tushuntirib ko'ramiz. Balki tushunib qolar. Rozi qilishga harakat qilaman. Ilyos aka, kecha ukam operatsiya qildiruvdi-yu, o'shanga 1 millioncha pul yetmay qolganda, hozir men bu qolganini olib keldim. Qolganiga rozi bo'ring, aka. Yo'q, to'xtang. Buni pulni siz kassaga to'laysiz. Lekin 1 million bu juda ko'p bizga yo'qotish. Siz o'ylaysiz, masalan 100% vrachga qoladi deb o'ylaysizlar-da. Bu narsa umuman noto'g'ri narsa-da. Aka, baribir hamma pul o'zingizga qoladi, nima uchun? Yo'q, yo'q. Men sizga hozir yotig'i bilan hisoblab beraman. Qarang. Bizlar bitta operatsiyamizda 60% umumiy xarajatlarimizga ketadi. 60% umumiy xarajat. 10%imiz medpersonallarga ketadi. Hisoblang, masalan 70% qolyaptimi? 30% bizlarniki. 30%. Hozir agarda siz 1 million beradigan bo'lsa, o'zi sizdan men foyda qiladigan bo'lsa, 1 million yo 1,5 million foyda qilaman. Bu bilan ishimiz bitmaydi. Hamma sizga skidka qilib berganman. Ha, skidkadagi narx shuncha bo'lyapti. Masalan, Septoplast 5 million 600 ga tushyapti sizga. Endi baribir Septoplastga vazatamiya. Aka, shuncha pulni bari ko'chada ham odamlar qiynalib topishyapti-yu, aka 1 million arzimagan puli, shuncha 100% qoladi deyarli. Yo'q, yo'q, 100% qolmaydi-da. Bizga agar 100% qolganda sizga aytadi. Masalan, 100 ming so'rang, rozi bo'lib boramiz. Ilyos aka, uzr, noto'g'ri tushunibman. Demak, doktorlarga 100% pul qolmaydi, shunaqami? Rahmat, to'g'ri tushunganingiz uchun ham haqiqatan 100% bu doktorlarga, vrachlarga qolmaydi bu. Tushunarli. Bu 20-30% bu vrachning mehnati. Endi ko'pchilik o'ylaydi-da, baribir ham shuncha pul topadi, endi bu noto'g'ri fikr-da bu. Noto'g'ri fikr. Rahmat aka. Mayli, sog' bo'ling. Tashkil etaman. Mayli, kassaga to'lab qo'yasiz. Xo'p. Ko'rdinglar aziz kuzatuvchilar, demak shifokorlarga hech qachon 100% pul qolmas ekan. Shuning uchun operatsiyaga yoki qanaqadir xizmatga chegirma so'rayotganda bu taraflarni ham o'ylab qo'yishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.